har 3 minutda o'tadi deyapti. U drondan hech Hali kirgani yo'q, hali poligonga u iltimos hali 12 kun vaqti bor ekan, 12 kundan keyin jang maydoniga kirar ekan. Rostovdan egallab olgan joy, Ukrainani egallab olgan joyiga turibdi ular poligonga dedi. O'li jang maydoniga 12 kunga qutqarishim kerak bo'ladi. Iltimos sizdan 12 kun vaqt qoldi. Qanday qilib bu videolarni ko'ramanki, onajon mana besh olsam bo'ladim. Ona kelasa, umidim bor, kelasa degan videolar. Shu vijdon bilan ko'raman. Qanday yashayman? Qanday yashayman? Videolarni ko'rib qanday ishlayman? Hech qaysi onaga bu kunimni ravo ko'rmayman, hatto dushmanimga. Bolam ko'zim oldiga jarlikka qarab boribdi, qo'limni cho'zolmayapman. Lokatsiya tashlab o'tiribdi, o'tirgan joyini bilib turib qutqara olmayapman. Dondiroqsiz ketgan bo'lsa ham birsam o'tirgan joyini lokatsiyasigacha ko'rib o'tiribman. İltimos yordam beringlar. Balkim bir yetimni savobi yetar sizlarga. Savobi iloyim jannatlarga yo'llansin o'zlaringizga. Iltimos yordam beringlar. 12 kun vaqtim qoldi. 12 kun o'g'limni yo hayoti, yo mamoti. Uch bolam 4 yoshga otasi vafot etgan. Shuncha yildan beri 3 ta o'g'limni tishimga atrab avaylab katta qildim. Jonim bolam aqlliligim, xushro'yim endi shunday chiroyli bolam qo'ldan chidolmayman. Bolam 12 kundan keyin berishga chidolmayman. Videolar turibdi. Ishonasizmi? E'lonib onajon yordam bering. Qaysi vijdon bilan ko'raman uni? Qaysi vijdon bilan ko'rib yashayman? O'lganim yaxshi emasmi bu kunimda? Iltimos, iloji bo'lsa, nima qilish kerak bo'lsa yordam bering. Jonim uka. Sizdan otadir, sizdan kimnidir farzandisiz. endi mamdayda men endi